Xo'ja Ahror valini huzurlariga ikkita muridlari kelar ekan. Bir muridlari dehqon, bir muridlari savdogar, tijoratchi ekan. Ziyoratdan ketayotganlarida duo qilar ekanlar dehqonga, tan joning sog' bo'lsin deb. Savdogarga duo qilar ekan, hamyoningga Alloh baraka bersin, puling ko'paysin. 5-6 marta shunday duo bo'lgandan keyin dehqon buvasal dehqonchiligiga borib qolib taqsir, menga ham pul ko'p bo'lsin deng. Hadib savdogarga puling ko'p bo'lsin deysiz, menga taning sog' bo'lsin deysiz. Savdogar boyga tan sog'lig'ini bering, menga boylikni bering dedi. Valini dili ranjidimi, Allohga to'g'ri kelmadimi so'z, dehqon buva uyiga qaytayotib mazasi qochdi. Zahar tan qiladi, yozila olmaydi. Otdan tushdi, otga chiqdi, otdan tushdi, otga chiqdi, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Boshqa narsa kerak emas endi. Uyiga ham keldi, harakat qiladi, yozila olmaydi. Zahar badanga tarqab ketyapti. Bir payt o'g'li kirib keldi, ota bu pulni qarang, bir so'mdan sotayotgan narsam 10 so'mdan olishdi, pulni qarang, yo'qot pulingni, men yozila olmayapman, menga pulni ko'rsatasan, yo'qot. Badanga zahar tarqab pishib ketdi. Bolam, meni o'zimdan o'tdi, meni valini oldiga olib boringlar. Ertalab otida o'zi minib ketgan odamni 8 ta odam ko'tarib valini oldiga olib bordilar. Hazrat, hech narsa kerak emas, bitta duo qiling, yozilib olay, zahar chiqib ketsin. Menga hech narsa kerak emas. Dunyo ko'zga qorong'u ko'rindi. Xudoni bergan bitta buyragi go'shtcha ishlab turibdi, hayot sizga bo'lib turibdi. To'xtadi, hayot tugadi. Hali bitta bo'g'in ishdan chiqqaniga yurolmay uyoq buyoq bo'lib qoldik, o'zimiz bilan o'zimiz ovora. Tan sog'liqdaqa ulug' ne'mat yo'q dunyoda. Yo Rabbim, o'ng ko'zni chap ko'zga muhtoj qilma. O'ng qo'lni chap qo'lga muhtoj qilma. O'ng oyoqni chap oyoqqa muhtoj qilma. A'zolarni o'zini bir-biriga muhtoj qilma. Boshqa odamnikini qo'yavering. Buni Allohdan so'ramaydi.